xayol qildirdimi? Inshaalloh bo'ladi. Assalomu alaykum. Bismillah deb safar kunini e'lon qilaman. 9-iyun kuni Kattaqo'rg'on Samarqanddan Amerikaga avtomobilda dunyo bo'ylab 80 kun safarni e'lon qildik. Xudo xolasa 1-sentyabr kuni inshaalloh O'zbekistonga qaytib kelaman. Bizning homiylarimiz bor albatta. Makon City, makoningiz bo'lsin, Kattaqo'rg'on shahridagi eng zo'r qurilish kompaniyalaridan biri va Rossiyada universitetlarga olib kirib qo'yadigan Upcenter o'quv markazi. Agar siz ham homiy bo'lishni istasangiz, bemalol direktimga murojaat qilsangizlar bo'ladi. Xudo xolasa O'zbekiston bayrog'ini avtomobilda Amerikaga boramiz. Like bosing, qo'llab-quvvatlang. Hammaga rahmat. Orzuyim Amerika, sengacha qancha qarigan. Yoshim 30 dan oshdi, farzandim 7 yoshda. Mustaqil bo'ldik bugun, qara 31 yoshda. Vatanimni sevaman, senga muhabbat boshqa. Orzularim ko'p, erisha bo'lmas ekan. Qancha harakat qilmay, yetisha bo'lmas ekan. Qadding